Hammaga salom kelasizlar. Bulardagi Kronoslar bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Krat Mobile'da top 7 ta avtomobillarni statlarini ko'rib chiqamiz. Tezlik, nima deydi, o'ziga yaxshi bo'lgan, narxiga arziydigan mashinalarni ko'rib chiqamiz. Вообще yarashmas ekan mana past bo'yli skinga mana bunaqa animatsiya. To'g'risi. Chatki. Tak, birinchi biz kvartiradan chiqib olib, albatta parkovkaga kiramiz. Kronzu nomerli mashinamizni olamiz. Do'stlar, biz yetib borgandan keyin videoni обязательно yoqamiz, kutinglar. Mana jigarlar yetib keldik. Premium avtosalonga, albatta arzimizdagi. Tak, birinchi o'rinda tez или baquvvat, lekin sal qimmatroq mashina albatta gelik. Buni skorousini ko'ramiz, albatta tekshirib, keyin statlarini ko'ramiz. Stat bu mashinani statistikasi bilmaydiganlar uchun, bilmadim. Biladigan odam bo'lsa kerak, bilmaydigan. Xullas 200 ga chiqarib oldim buni. Tak, 228 ga chiqargan, 70 litr bak, 30 ta bagaj. Bu cho'tki degani. Mashinamiz Cadillac 8 million, ili uncha tezda bo'lmaydi, lekin cho'tki bu ham. Men ham olganman 1-2 yilmi, qanaqa yil biladi. Bir necha oylar oldin olganman bu mashinani. Cho'tki mashina, anaqa nima deydi, bitta mashinani tez kelib urib olsanglar albatta uchiradi bu, lekin bu mashinani o'zi uchmaydi. Hop. 150 ga chiqarib oldim bu mashinani. 150, endi statlarini ko'ramiz. Tak. Statlari 211, tezlik 91 litr bak. 40 ta anaqa bagaj. Bu cho'tki degani hamma narsalaringni bunga so'g'lasizlar. Bo'lmasa jigarlar keyingi mashinaga o'tamiz. Jigarlarga mana keyingi mashinamiz bizda Lamborghini Urus 20 million. O'zim ham bitta olishim kerak, cho'tki mashina. Xullas pulga arziydigan mashina. Cho'tki mashina xullas. Olinglar, tavsiya beraman. Hop, ketdik, unda tezligini ko'ramiz, nechiga chiqadi, keyin statlarini albatta обязательно ko'rib o'tamiz. Tak. Tak. 200 ga chiqdi уже, yaxshi. Cho'tki mashina ekan bu ham. Tak. Cho'tki, endi buni statlariga bir baho beramiz, qanaqa ekan. Tak, qani endi. Qani ana topildi. Hop, 308 ga chiqargan, 75 bak litr anaqa. Hop, 30 bagaj ekan, bu cho'tki bu ham. Arziydi puliga. Cho'tki olasiz. Hop, bizda keyingi mashinamiz. Do'stlar, bizda keyingi mashinamiz Akula deb atalmish, albatta Mercedes-Benz. Bilmadim bu qanaqa model, lekin Akula deyishadi. Uni cho'tki mashina bu ham. Oldin Mercedes deydim, mana shu mashinani haydab yurardim oldin ham. Tak, buni nechiga chiqargan? 230, 240 ga ham chiqdilar. Hop, 240 da. Endi statlarini bir ko'ramiz bu mashinani. Hop. Qani endi. Tak, mana. Hop, 11 million 990, 300 biladi. Xullas, ko'rib o'rdinglar statlarini. Keyingi mashinamiz bizda boshqa salonda, albatta borgandan keyin videoni обязательно yoqaman. Tak, jigarlar, mana bu jigarimiz bizda давайте poyga o'ynaymiz dedi. Men xo'p dedim. Mana endi yetyapti, chunki montajda ovoz berilyapti обязательно. Tak, yo'qol. Xullas, keyingi mashinamiz albatta shu Li9 avtomobili edi. Men bu imенно mana shu Li9 avtomobili o'zimning eski mashinam edi. Albatta ko'rib qoldim hozir. Tak, poygada kim yutadi endi bir ko'rib chiqamiz. Hop,
Men Rinikka dedim. Hafta Rinikka. Tak. Yazdım. Tak, to'g'rilanib olsin-da. Boshlaymiz. 1 2 3 ga menimcha o'zi sanasa kerak. Katta ehtimol. Tak, 1 2 bo'ldi. Tak, nechangimda qoldi уже 59. Baribir BMW legenda. Lekin oldin Mercedes fanati bo'lganman, lekin BMW fanati bo'lganman. O'shaning uchun BMW legenda. Mana mashinam 400 ga chiqadi, eslichu. Billa. Ana, kelyapti endi. Menimcha u Rinokka anaqasiga deb o'yladi, ichkarisiga, lekin men просто yo'lga degandim. Mayli. Ketaveramiz endi salonga. Hop, tak. Вообще mashina 400 ga, Lamborghini ham 400 ga chiqmaydi. Yeb bala. O'tib ketdik. Mana kelib oldik o'z salonimga. Mani salonim emas bu. Grand Mobile'ning saloni. Tak, keyingi mashinamiz qani endi? Qani? Mana. Hop, 7,5 millionli 59 bu elektromobil haydaydiganlar uchun mana sizlarga elektromobil bu hayotda bilgan biladi, buni o'zi yuradi bu mashina. Tak, ketdik. Tezligini keyin statlarini ko'ramiz. Hop, 250 ga chiqadimi? 250 gacha, 260. Почти 300 gacha chiqdi. Hop, endi bu mashinaning statlarini ko'ramiz. Stat, ya'ni boya aytganimdek statistika. Bilmaydiganlar uchun. Hop, 298 ga 70 litr bak, 20 ta bagaj bo'ladi. Tak, keyingi mashinamiz Audi Sportback. Bu 4,5 millionlik вообще monster mashina bu. Buni bilgan biladi, eslicha. Mana oldin 3-4 marta olib sotganman bu mashinani. Вообще tanka bor bu mashina. Ancha sizga sinmaydi. Уже 400 ga chiqdi. Dashga to'raman. U kazinoning tomigacha chiqib ketaman dash. 400 ga chiqdi. Mening mashinamdan bir tezlik bilan chiqyapti, tuningsiz. Mening mashinam tuning bilan chiqadi. Hop, bu mashinaning statlarini ko'ramiz endi. Stat. Qani? Mana. Hop, 400 ga 60 litr bak, 15 ta bagaj chotki. Monster mashina bu. Biznes monster. Puliga yarashadi xullas, chotki mashina bu ham. Imina mashina haydashga haydasanglar bo'ladi xullas. Puliga ham, narxiga ham arziydi. Puli bilan narxini nima farqi bor? Keyingi mashinamiz, oxirgi mashinamiz bo'lib o'tadi. Albatta, u salonlarda yo'q. BMW M8 GT. Shunaqa deydi, adashmasam, mana. Xo'p, 10 million baht, buncha qimmat. 10 million ham sotadimi mashinani jinni bu? Bu qaysidir eventda kelgan, adashmasam. Bo'pti jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr.